Biz hamda Foynfordning ikkinchi qism darsiga chorot tizimiga, ya'ni qistirish tizimiga so'zlaymiz. Bu tizimlikda asosan nima ishlarni qilib bo'lgan vaqtda mushu Foynfordga qistirib bo'lgan narsani hamma qistirib bo'ldi. Ishqilib Foynford qo'lladigan narsani qistirib bo'ldi. Ana bu yerda bu o'rinda birinchisi biyogi jadval qistirib bo'ldi. Hamda ama birinchi tur bu mavzu bo'lsin, masalan Şinjan İcmet Ekip koydum. Ege. Sesini buraya koyduk. Hamda bu yerga biz ikkinchi betni qistirdik. İkinci betni qo'shmoqchi bo'lsak, mushu o'ringa mavzu o'nchikib, mau Şinjan xonofiyani bossak bo'ladi. Yoki men kelishning ichidan Şinjan xonofiyaniga mavzuni talab etsak bo'ladi. Bu yerga bizim jazol qisib boqdik, ma chorosimizni biyogini bosdik. Bu yerdan o'zimiz ixtiyorlatda talpasak bo'ladi. Yoki bo'lmasa, choro biyogini besib 5 ton 2 qur, ya'ni 4 ton 6 qurliq g'alati bir jadvalni qissak bo'ladi. Ana mashinaning ichiga mazmun yez bilan qilajak qilsak bo'ladi. Endi bu jadvalni boshqarish usuli qarsangiz bu o'shanga jadval boshqarish usuli Word'ga o'xshaydi. Lekin bu jadval hamda Word'ga qaraganda bir qadar chiroyliroq meniki. Men Foynford jadvali bir qadar chiroyli chiqadi. Tushundingizmi? Hamda siz bu yerga bu markashkasini bularni ham talab etib turib, mazmun o'ttirib mana qog'ini yezib basin bo'ldi. Tushundingizmi? Ma Foynford jadvali bir qulaylik. Jadvalni tushirib turaylik. Diqqat, keyingisi chorot tizimidan to'shang, ya'ni rasm. Bu rasm rayonida, ya'ni qisirish tizimidagi to'shang turda 4 xil rasm qisirish shakli bor. Buning ichidan birinchisi kompyuterimiz bo'lgan rasmni qistirib ekib berish bo'ldi. Masalan, xalq rasmini tanlab, undan keyin choroni besib qistirib ekish bo'ldi. Bu rasmni o'zgartirish ham buning ish qilish jarayonlarimi o'xshashlam Word'niki bir jupa. Ama resmini ujulaydi endi. Ikkinchi xili mushu ofis uy samlapagan qiyib chiqlangan rasmlar. Buni masxandan keyin o'ng tarafga ma'nodak ko'zdan chiqib berdi. So'zdan bevos bossak, hech qanday mazmun yozmaydi. So'zdan bevos bossak, mushu ofis uyda bo'lgan ofis uy samlagan qiyib chiqlangan rasmlar mushu o'rin chiqdi. Hozir izlawdi, ha? Hamda bu yerdagi chiqarisizlar, bu qanday rasm degan vaqtda bu yerga chiqarisizlar. Avvaldan bu yerga rasmni birini qistirayman, manzarasini birini. Diqqat, ha? Manzarasini birini qistirdim. Hamda men bu yerga yana men kamerasini qistirdim. Qarsini bu ma direkt göründü mü? Göründü o. Ma putun ardındayım mı yedin? Göründü. Demek bu muş ofis üstemlep bergen kıyıp çaplangan, yani kesilgen tayyarısın. Mesela yana versin şesak mı bana makaran? Şundan mı ki? Bu ofisin özünün resimleri. Hoş. Bu yan tügüde. Hem de resmin içindeki üçüncüsü ekrandan resimni kes tutish. Buni biz mouse bilan chekkandan keyin bu yerda buni talashtirlar. Hozir bu yerda qolsin faqat birdan talashtirish chiqdimi? Unda bo'lsa, men buni bekor qilib turib, qalan bir ko'zini ochay. Masalan, jish bilan chiqib qo'ydim. Men bog'im bu. Masalan, yerga
Maka niyaz qo'y, ha? Xo'sh. Andan keyin yana 80 nima ish qo'ydim. Bo'lmay turibsin. Buni bosgandan keyin hozir mayada qanday masala borgan vaqtda hech qanday bir narsa chiqmadi. Endi biz odatda yaqin ochgan programmalar mana ko'rinibdi. Yana Firebird ishini oldidagi programmalar mana ko'rinibdi. Men Firebird men yangidan hujjatni bilan ochay, ha? Endi chaqirib kirib, men qarsak men qaysi mush Firebirdni hozir ko'zdan shunaqa. Buni bir masxandan keyin Firebirddan keyin niyatga mush Firebirdni hozir ko'zdan ekran tutadi. Men yana bir muhabbatni niyatga mushbatni o'zini ekran tutadi. Shunaqa? Muhabbatni o'zini. Endi buni bosgandan keyin mouse mandek o'zgardi. Endi biz mushu mouse'ni tutib ixtiyorata ma'lum nuqtaga doir ilib olgandan keyin mouse'ni qo'yib bersak, mushu doir ilib olgan o'rinning o'zini mush Firebird ichiga rasm maratda kelsak Bizimniki 4-qili. Bundan birinchisi yangi albom qurish. Mana üst qismi rasm o'zi. Men aslan qilmasam bu yangi albom qurish. Yana bu yerda siz qurboq albomni tayyorlash kerak, ha, bu yerda. Biz avval yangi albom qurla. Men aslan qazini Firebirddan bir sam uchiq hozir. Bu yerdan men shansini besayotdik. Besayotgandan keyin kompyuterimiz bor bo'lgan rasmni bu yerda tepamiz. Endi bu yerdan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Çarın bastım. Maya qazın neç parçası mı? 10 parçası. Bununğa nima en aldığa qaysisini chiqaray? Man chiqaray, ya. Buni tutib mush rasmni birinchi qo'yib turib, man baqsangiz rasmni o'rni almashib bo'ldi. Tushundingizmi? Chiqdimi o? Ma 704. Ana bu rasm sal ustirat endi ma rasm asıl çıkasın. Ma 25'ligini. Asıl çıktığı bu yerden yukarıda qilishib bo'ldi. Ondan keyin ma o'rindan yana uch tutuq yo'l qarang'i qilishib bo'ldi. Bu yerdan rasm chizishib bo'ldi. Tushundingizmi? Tushundim. Endi biz bu yerdan aslidagi ma cho'ngjaning kunini beşversak 10 paj resimga yangi Firebird o'chishning bir qurildi. Mayat bir chiqib hozir. Firebird o'chishning yanimiz ochilib 11 bet ochildi. Birinchi bet muqovisi, ikkinchi bet boshlab 11-chi betgacha 10 dona 10 tal bet 10 tal resm betga to'liq holatda chiqdi. Masalan, endi men cho'ngjaning kunini besyaptim. Besatgandan keyin hozir men qarasangiz men Firebird o'chishni netsamaydi. 2 shunaqa yuzi qurpagan makin yüz qurgan. Bunun qazını bu neçe bet mayada? 11 bet. Ma birinchisi muqovisi ma u. Bunun qazını bet o'lchan holatda rasm tanishib berdi. Ham bek tulib, bekka to'liq tanishmaydi. Ustini osti nimishqa mana ochiq qol degan vaqtda rasmni o'lcham suzibadi. Agarda rasmni ma'nolab suzsa, ma odamning ma shakllari ma rasm buzib ketadi. Tushundingizmi? Shuni tabiatda suzibadi ma'ni. Mesela mandek ba'zisini olmamoq. O'lcham kelgan, ha? Ana mashina o'zini bu yerdan bemalsan qo'yib qo'ygan xondan holatda. Chiqdimi o? Mushtaratda ishlash bo'ldi. Shunday bo'ldimi? Shunday bo'ldi. Endi siz 5-10 parça, 15 parça mana bir rasmlaringizni ko'rgazma holatda bir rasmlaringizni tashkil qilmoqchi bo'lsangiz, mushu Firebird o'ziga ekran tashkil qilsin bo'laverdi. Endi bu Firebirdan keyin bunday ayollar bor. Masalan, biz mushu albom betini ozroq bir o'zgartirib qo'yaylik, ha, diqqat. Va birinchi bet muqovisi hozir. Bu yerga ma shansini o'rniga intilmaklar yozib qo'ydik. Maqatni 5-dan 10 mashindi
Alkat basımdan xatını tutub to'g'rilaydi. Endi men navbatdagi betning tagida rangi. Mana shejini ichida, ha? Men bejin yaxshi kirgandan keyin tagida rangi. Mana bo'lsin. Butun betning tagida boshlanib ketdi-ku. Xo'sh. Endi men astiga mana yozib oldim. Endi men birinchi betning ichiga oldik-a. Mana Chexondan. Mana Chexondan hammasi bu betning olmuş unumi, tushundingizmi? Betning olmuş unumi mana bu. Buning ichiga unumi qanday chiqsin degan vaqtda mana chiqsin, ha? Ikkinchi betning olmuş unumi mana chiqsin. Uchinchi betningki mana bo'lsin. To'rtinchi betningki mana bo'lsin. Beshinchi betningki maqlat bo'lsin. Oltinchi betningki oltinchi betningki maqlat bo'lsin. Ma oltinchi betningki boshqa o'zgartirishlar. Yettinchi betningki mana shaklda. Sakkizinchi betningki mana shaklda. To'qqizinchi betningki mana shaklda. 10-chi betningki mana bo'lsin. 11-chi betningki mana o'zgartirishlar. Mana bo'lsin. Endi biz buni qo'yib ko'rib boqla. Bevosita buni ostiga makroga bosdik yoki xonadon fani degan tizimdan 5 nima qo'yish mana bosdik, ha? Ne bulamız ki? Bulduk ki. Maşallah da özünüz işlevasınız buldu da. Adıma koyuluşunu aşağı kanalıyken falan ediyen tizimden özünüz için vakit beylep koyup verimiz. Maşı koyuşunu koyun özümüz film işleyimiz tabi. O zaman film için Hollanda? Ya ma Foynford'un yüzünden. Foynford'un yüzünden işleyen film pek sözü çıktı. Var mı mı? Demek ben çağrınızdaki ben şansını çağrınız koy. Hem de Kings'e. Kings'e. Ama Şıncan ben bilsi koy. Bilmez. Benim öğrengen koy. Benim nimi de Excel'da. Ay Word'da ha. Word'da. Ma otobiyat diyagrama bunu öğrengen Word'da. Ananınki ma ulanma bunu öğrengen ama donuzu. Yani donuzu hareket ha. Hareketimiz kandan berimizgen vaqtda bana qarang. Bu yerga men xatni bir yozay. Men Windows bini quray, ha. Endi biz bu yerga tekstimizni qurib oldik. Undan keyin men xat yozay, ha. Marhamat xatni yozib qo'ydik shunaqa. Bu xat menga kelsin. Men xatni chiroyli qilib tanishib o'tdi. Andan keyin men xatni rangini birinchi qilib oldik. Endi men chorosimidan buningga men donzon bosgandan keyin bu ham buningga harakat berishki bo'ldi. Bunida harakatni ikki xil bo'ldi. Men qarang, men qarang, tushundingizmi? Ikkisiniki unumlar o'xshash, lekin unum o'xshash. Lekin bularningki men jarayon o'xshamaydi. Men bilsa, mousni siz menga birinchi chekka vaqtda ishlaydi. Bucha mousni ustiga ikkiga vaqt ishlaydi. Tushundingizmi? Ikkisini farqi bor. Bo'lmasa uni boshqa qog'ozga o'xshash. Yüzünden aşmanın ma'lum o. Resim şekilde kıldı.
Buni rasmga qisramsiz, xatga qisramsiz, yoki shaklga qisramsiz, yoki kunga qisramsiz, yoki o'zini qisramsiz ish qilib, mushu point bordan mush batning yuzida tanlov bo'ldi, haqida narsa qissangiz bo'ladi. Tushundingizmi? Endi hozir ulanma yo'q, ya'ni harakat yo'q. Men aslida tanlab keyingi bat degan ma'no bersangiz, men keyingi bat chiqadi. Endi cho'dan beslatdik. Bu marhamat mayadasiz, ha? Endi kun taqsin konjurni besib turib, ilmi topib berdim mana. Menga kelsin mana. Buni mazmun ne? Oxirlashtirish bo'lsin. Buni bir talab oldik. Endi men donzonning ichidan shu quyishni oxirlashtirish. Men talab berdim. Endi qaraydigan bo'lsak, men marhamatni bossam, keyingiz o'tdi. Kun taqsin esimiz qaytib kelay, ya. Yana men qo'ydim. Oxirlashtirishni bossam, bu quyishni to'xtadi. Tushundingmi? Biz bu harakatni yana tafsili holda amaliy mashg'ulotda amal so'zlaymiz. Mana o'zi tekstamiz tushundingmi? Ana bat usti osti. Bet üstü astıda bunun nimişan kıvıl diyen vakitte bunun aslında betin astı ya bu. Yani manım ben belgürmen siz maya karışsız ama belki. Demek ma çisan yakısı olurken maya kısı olurken. Ma uçu bet numara. Maya kısı oldu. Ma uçu oturga mezmun. Yani bunu yazmadım. Hem de şu an bu yönünü bezirttim. Pütümek çıkarttım abi. Şuna koy. Hoş. Ama muqavzi chiqimsin bu. Şuna mı? Ma muqavzi chiqimsin bo'ladi. Ana men muqavzi chiqimiz qana qilamiz? Shu muqavzini tanlab o'tirib, navbatga shu bet ostinlariga shu bet kiramiz. Undan keyin men oldiga bergan elbetib, shu yengil bassaq, shu navbat beklar ishlaydi, boshqa beklar ishlamaydi. Demak, boshqa betnikini eletmaydi. Tushundingizmi? Nima o'zgarmaydi? Keyingisi o'zini qat. Buni Word'da o'xshashmaydi, Word o'xshashmi bu? Ana bu vaqtida keslar. Qistirish. Mana shu. Python o'xshaydi. Mata qisib ber. Tushundingizmi? Tushundim.